Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakatuh. Maşallah tabarakalloh. Barakatli Misr yerlari. Masjid Jamiatul Azhar. Azhar jamiyasi. Bu esa maşallah Azhar Üniversiteti. Maşallah dunyoda mashhur islom universiteti. 1084 yil bo'libdi maşallah bu universitet ochilganiga, bu oliygoh ochilganiga 1084 yildan beri bu ummatga xizmat qilib kelyapti. Hozir imkon bo'lsa kirarmiz balkim. Allohning fazli bilan mana yana o'sha Misrni, Qohirani barakatli joylarini ziyorat qilamiz. Al-Azhar Jamiya masjidi jamiyasi. Azhar jamiyasi. Maşallah. Güzel. Maşallah. Jamiya Azhar. Mana narsalarni kechagi suhbatlarimizda aytdik-ku, mana lampalar hammasi tabiiy saqlanib qolgan, faqat u zamonlarda to'kmas, bundan keyin jinchiroq bo'lgan, pili yoqilib, salarka bilan minasamon yoqilgan. Hozir esa lampochka qo'yib o'zgartirib qo'yilgan. Lekin asli o'zi